Biz ko'pincha qo'limizda yo'q narsalar haqida o'ylab siqilamiz, ammo o'zimizda bor bo'lgan ulkan boylikni payqamaymiz. Hozir tinglaydigan hikoyangiz hayotga bo'lgan qarashingizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Chinakam boylik. Bir kuni yosh yigit donishmandning huzuriga kelib, hayotidan shikoyat qila boshladi. Men juda baxtsizman, dedi u xo'rsinib. Tinmay mehnat qilaman, lekin hech ham omadim kulib boqmadi. Hamma narsam yetishmovchilik, o'zim ham esa kambag'alman. Donishmand yigitga jimgina qarab turdi-da so'radi. Agar senga hozir 10 ming oltin tanga bersam, bir ko'zingni menga berasanmi? Yigit qo'rqib ketdi. Yo'q, aslo. Ko'zsiz qanday yashayman? Hech qachon bermayman. Donishmand yana so'radi. Mayli, unda ikkala qo'ling uchun 100 ming oltin bera qolay, rozimisan? Yigit battar hayron bo'ldi. Yo'q, qo'llarsiz men hech kimman. Hech qanday boylik uning o'rnini bosolmaydi. Shunda donishmand tabassum qildi va shunday dedi. Ko'ryapsanmi? Senda hech qaysi podshoh pullariga sotib ololmaydigan ulkan boylik bor. Lekin sen bularni ko'rmasdan o'zingda yo'q narsalar uchun xafasan. Shuni unutma. Eng katta boylik senga berilgan sog'lik, tinchlik va yana bir bor berilgan bugungi kundir. Azizlarim, biz ham ko'pincha o'sha yigitga o'xshab qolamiz. Yo'qotganlarimizga yoki hali erisha olmagan narsalarimizga termulib, bugun qo'limizda bor bo'lgan eng buyuk ne'matlarni ko'rayotgan ko'zlarimizni, yurgan oyoqlarimizni va eng muhimi, pinhona urib turgan yuragimizni unutib qo'yamiz. Bugun borimizga shukr qilish va hayotning har bir lahzasidan quvonish uchun eng yaxshi kun. Zero hayot qayta berilmaydigan eng go'zal saboqdir. Agar bugungi hikoyamiz sizga oz bo'lsa-da manzur kelgan bo'lsa va hayotingizga qandaydir iliqlik olib kirgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Navbatdagi ta'sirli hayotiy voqealar va hikmatlarni o'tkazib yubormaslik uchun Hayot saboqlari kanalimizga obuna bo'ling. O'z fikringizni albatta izohlarda qoldiring. Har bir fikringiz biz uchun juda muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.